Jack M3 avtomobiliga 3 ta 30 talik gaz balon legendarniy qilib taqib berildi. Xudo xolasa mana gaz balon yerga tushmasangiz, xudo xolasa ko'rinmaydi. 3 ta 30 talik torpeda gaz balon uстановка qilib berildi. Old qismiga 4-chi pokoleniya original jihozlar bilan metan uстановка qilib berildi. Qo'yilgan jihozlarimizni bitta-bitta tanishtirib o'tamiz. Blok upravleniyamiz Stack Gofas 200 blok upravleniyasi uстановка qilindi, original polshanik. Elektron sistema, mapdatchik, suddatchik, kulchatil hammasi original polshanik hisoblanadi. Farsumkamiz original shtrix kodli W01 высокоскоростной farsumka hisoblanadi. Reduktorimiz Action kompaniyaning X reduktori bilan uстановка qilib berildi. Xudo xolasa bu komplektatsiyamizni narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada bitta plyus belgisini qoldirsangiz, biz sizga albatta javob yozib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Bundan tashqari barcha turdagi avtomobillarga metan, propan, gaz uстановка xizmati mavjud. Batafsil ma'lumot va narx-navolarni pastdagi raqamlardan olishingiz mumkin.